Kalmar oyunini olgandim. Bu safar sal boshqacharoqini sizlarga ko'rsataman. O'tgan safar oddiy oson o'yinlar edi. Endi bu safar sal kalmar o'yiniga o'xshaydi. Lekin dumalab yetibdi. Qalatlanyapti. Hammasini e'tiboringizni sakrashga dumalayapti. Sakrashni bosam dumalayapti. Jijja bug bo'lyapti shekilli. To'xtab turamiz. To'xtab ozgina o'zimizga olamiz. Hozir o'yin boshlanadi. O'yin boshlanganda albatta tezroq kirishimiz shart. To'rt minutli 5 minutli bo'lsa ham mehnatimizga like va obuna bo'lib qo'ying. Sizdan iltimos. Mehnatimiz uchun bu bizning mehnat. 1 minut qoldi. O'tish kerak tezroq. Tezroq. Yaxshida. Atash ketyapman. Shunaqa qatyapti telefonim haligi. Bilmadim nimaga sal ko'proq video oldim. Bu safar video sal ko'proq bo'ldi. Nima desa, telefonim vafsha qizib ketdi. 1 soatdan beri olyapman o'zim. To'xta. Yaxshi. Otilib ketish to'xtadi. Shu yerda o'tirsam. Sakrashim ancha muncha. Yaxshi, o'tib oldim. Odam qolmadi bu yerda. Bitta odam o'tdi. Ikkita ekan. Bu o'yin mashhur, kalmar o'yini hammaga mashhur bo'lsa kerak. Hamma bilsa kerak kalmar o'yinini. Siz bitta pobedali qildingiz deyapti. Yugurish kerak. Nega? Masha sheri bu ham. Faqat mashasiga o'zini
Qo'shilsa bo'lardi. Lekin hozir qo'shilishdi vaqt. Yo'q, hozir qo'shilishdi bo'lmasa vaqtim ko'p. Hozir biz bu o'yinni haligi arg'amchida kiramizda qilamiz. O'yinni hamma bilsa kerak, men bilmadim. Menga ko'pchilik aytgan bu o'yinda oxirgi qolib ketganga hozir qo'lda arg'amchi ushlab turganlar o'zini tashlab yuborar ekan. Hozir bu o'yinda o'ynash uchun jicha ekranda balkon holatiga tushirish kerakmi? Men hozir hammadan keyin yuraman. Ketdim. Endi hozir yana jonim bo'lishi kerak edi, lekin bitta jonim ketdimi shu bilan? Ha, bitta jonim ketdi. Hozir qaytadan. Hozir bu ikkinchi o'yinda tirilasiz deyapti. Ko'pchilik ikkinchi o'yinda tirilaman shekilli. Hamma turamiz endi. Chunki bu o'yinni o'tish telefonda ancha qiyin. Nima desa telefonda kichkinaligi uchun telefonda o'tish qiyin. 19 sekund qoldi. Lekin men bu ikkiosini o'zi bali o'ldirishni demoqchidim, lekin bo'lmadi. Keyingi o'yinda tirilishni boshladim. Hozir men yana bitta o'yinda o'lmasligim kerak. Nima desa jonim endi to'lyapti. Hech bo'lmasa jonim ikkita bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hozir unda belgi qo'yib qo'yganimdan keyin bemalol kech qolib ketganlardi. Holi o'zi shunaqa. Nima desa bu minutdan agar kech qolib ketganlar o'zi 3 minutaga 13 minut turishir ekan hali beracağım. Duracak yani. Saçmalama. İple trikol işe yarıyor. Annemin gözle duruyor. Yoksa tuttu. Anadan yaptı. Lah ya bunu öğretmen de işte.